Axborot texnologiyalari sohasi bugungi kunda shu qadar rivojlanib bormoqdaki, agarda bu ketishda bo'lsa, insonlar ishsiz qolishlari ham mumkin. Ammo tanganing ikkinchi tarafi bor deganlaridek, axborot texnologiyalari sohasi qancha rivojlanmasin, uning ortida turgan firibgarlar ham insonlarni chuv tushirishda davom etmoqdalar. Xususan IT sohasi yoki bo'lmasam sun'iy intellektdan foydalanib, mashhur blogerlarni akkauntlarini soxtalashtirib, yuzlari, so'zlaridan sun'iy intellekt yordamida foydalanib, firibgarlik yo'llari bilan boshqa fuqarolarni aldash holatlari kuzatilmoqda ekan. Aynan bu borada ushbu blogerlar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, fuqarolarni ogohlantirib o'tdilar. Jahon moliya bozori bo'yicha treyderman. 2018-yildan beri bu soha bilan faoliyat yuritaman va O'zbekistonda eng mashhur treyderlardan bittasiman desam bo'ladi. Va so'nggi paytlarda aynan meni nomimdan ochilgan har xil turdagi fake akkauntlar odamlarni aynan ushbu trading sohasi orqali aldab, pullarni o'zlashtirib kelishmoqda. Bulardan jumladan qilib Abdulloh Azizxonov, Halol Trading, Halol Invest kabilarni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Va aynan ularning asosiy maqsadi bu sohadan xalqimizni tez va oson pul topishga ishontirib, ulardan har xil turdagi kreditlar, qarzlarni yoki tez va oson pullaringizni ko'paytirib olasiz degan aldovlar bilan boshqa bir plastik kartalarga pul o'tkazimlarini amalga oshirib, shu tariqa o'zlashtirishmoqda. Ogohlantirgan bo'lardimki, hech qachon trading sohasida tez va oson pul topib bo'lmaydi. Va shu bilan birgalikda agarda sizga kimdir bu soha orqali kichkina pullar bilan sarmoya qilgan holatda katta daromadlarni va'da qiladigan bo'lsa, bilingki, bu firibgarlikdan dalolat beradi. Va shu bilan birgalikda agarda siz bu soha bilan rostdan ham qonuniy tarzda shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizga birinchi o'rinda yetarlicha bilim va tajriba talab etiladi. Firibgarlarni birinchi o'rinda biz har xil turdagi Telegram kanallarda yoki Instagram sahifalarida uchratishimiz mumkin. Chunki ular aynan ushbu ijtimoiy tarmoqlarda o'z reklamalarini berishadi va shu bilan birgalikda aynan sun'iy intellektlardan foydalangan holatda meni videoyimni, suratimni yoki qanaqadir boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini u yerda original deb joylashtirgan holatda ular xalqni ishonchiga kirishadi. Va shu bilan birgalikda aynan diniy misollar aytib, pullaringizni o'zlashtirishga harakat qilishadi. Birinchi o'rinda agarda siz qanaqadir bloger yoki boshqa bir insonni haqiqiy profilini tekshirishingiz uchun shunchaki uni barcha postlarini boshdan ko'rib chiqish kerak. Men aynan original akkauntimda postlar 2017-yildan beri doimiy tarzda qo'yib boriladi. Va shu bilan birgalikda men deyarli har 5 ta postimdan bittasida mana shunday turdagi firibgarlarga qarshi post chiqaraman va odamlarni ogohlantiraman. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, hech qaysi yaxshi treyder sizni kam pulingizni olib ko'paytirib bermaydi. Chunki birinchi o'rinda uni o'zini daromadi o'ziga yetadi va boshqalarga bu narsani ko'paytirib berish uchun ularning vaqti ham yo'q. Va shuni ogohlantirib qo'ygan bo'lardim, hech qachon tez va oson pulga uchmang. Ushbu murojaatimni yoritishda yordam bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi media markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum, media sohasining vakiliman, bloger, xonandaman. Ismim Azoda Yusupahmedova. Meni nomimdan oxirgi paytda Telegram tarmoqlarida men boshqa firmani, boshqa narsani qilgan reklamamni olib, kesib, hattoki ichiga sun'iy intellekt qilib, meni yolg'ondan gapirtirib, Instagram orqali Facebook kanal bilan target yoqib, juda ham ko'pchilikni aldayapti. Ya'ni investitsiya. Har xil kartalarni qo'yib qo'yishgan, +20 million, +30 million qilib qo'yib, meni kanalimga qo'shilinglar, pulinglarni ko'paytirib beraman deb, hamma target orqali yig'ib Telegramda Azoda Official nomi bilan ochib odamlarni yig'yapti. Meni Instagramda haqiqiy profilim ham Azoda Official galchka. Instagramda faqat bittagina shaxsga tasdiqlangan profil galchka beriladi. Instagramda esa uni farqi yo'q. Shundan foydalanib ular galchka olib, men rostdan Azodaman deb shunaqa qilishadi va siz isbotlang shu odamligingizni, ishontiring desa, meni mashinada o'tirgan videoyimni, dumaloq Telegramni o'ziga shakllantirib, to'g'rilab tashab, hamma Azodaman, ishonavering deb video tashab berishadi. Bunga ishongan odamlar ularga price tashiydi, ya'ni 200 ming bersang, investitsiya kiritsang 500 ming qilib beraman, 900 ming qilib beraman deydi-da. 200 ming kiritgandan keyin ular karta beradi, har xil kartalar beradi.
o'sha kartaga pul o'tkazadi-da, men Azodani jamoasidanman. Nimaga o'zingizga kartangizni bermayapsiz desa, men uni jamoasidanman, ishonavering deb aldab, uni pulini oladi va hozir 2-3 soatda ko'payadi pulingiz deb 2-3 soatdan keyin javob berib, mana pulingiz 900 ming so'm bo'ldi, faqat 15% buni komissiyasi bor ekan deydi. Komissiyasini to'lash uchun yana 500 ming tashlang deydi, shu 15% ni hisoblab aytadi. Tashab berganidan keyin mana tashab berdim sizga desa, shu bilan yo'q bo'ladi. Alo, tashab bering, shunaqa insofsizmi deb qarg'agandan keyin haqorat qilib bloklayapti. Unga aldanayotgan 99% ayollar, uydagi ayollar, yoshi kattalar, ya'ni ko'pi 90% viloyatdagi opa-singillarimiz. Bitta narsa iltimos qilardimki, ishonmanglar hech kimga. Meni hech qanaqa unaqa bilimim yo'q. Birov ko'paytirib pul beradi degan yoki moliyaviy nimadir ochmaganman. U 100% 1000% yolg'on va men hech qachon birov pul ko'paytirib beraman deb kanal ochib odamlarni chaqirmaganman. Iltimos qilardimki, nafaqat men, boshqa kanallar ham chiqib kelsa, umuman ishonmanglar, hech qat'iy hech kim sizlarga pulni ko'paytirib bermaydi. Noto'g'ri ish bu. Meni har xil nomimdan foydalanib, rasmimdan, videolarimdan foydalanib, shuncha insonlarni aldab, hattoki menga juda katta jabr keltirayotgani uchun bunga jinoiy javobgarlik bor, xudo xohlasa. Va iltimos qilardim, hozir to'xtatinglar bu narsani. Oxiri yomon bilan tugamasligi uchun insofiylarni ishlatib, hozir bitta aybsiz insonni nomini bulg'amasdan to'xtatishlarni iltimos qilardim.